Papalam, papalam, seni traktor едет к нам. Cho'cha qizga jun chiqib men oldimga yugurib keldingizmi? Uka bir yana 5-10 yil yashang, hayotda og'ir yengilini ko'ring, keyin gaplashamiz. Xo'p, men ungacha shu yerda bo'laman. Davay, bugun birorta ko'nglimga yoqqan bola bilan telefonda gaplashaman va to'g'ri kelib qolsak, может, sevishamiz. Alo? Assalomu alaykum. Hasan aka, xo'p desiz, kameringizni ochib olsangiz yaxshi bo'lardi. Dardona opa sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zbekistonga keldim men. Siz kimsiz? Qachok bola. Ha, oyog'imni o'pmoqchi bo'lgan, ha? Ha, nima qilmoqchisiz endi? Oyog'imni o'pmoqchimisiz? Andijonga boraymi deb turibman endi. Bu nech pul berasan oyog'imni o'ptiradigan bo'lsam? Konkretni gapir, cho'zilma. Asiyada nech pul beraymi? Bu o'tirib ovqatlanamiz. Ovqatlanganni kelmoqchimisan yoki? Ovqatlanib, oyog'imni o'pib kelmoqchiman aylanib. Yo, sen bilan ovqatlansam, kamiga oyog'imni o'ptirsam, nech pul berasan? Pulni beraman, lekin u misol mehmon bo'lib boraman-da, boshqa o'zimning joylarim bor, o'sha yerda ovqatlanamiz, bo'ldi, qaytib ketib boraman. Qaytib ketib turasan? Yo'q. Eskitdan taniyman-siz, 8 yildan beri. 8 yildan beri menga qo'y, men vaqtim yo'q, bekorchisan bilan ovqatlanib o'tiradigan. Xo'p, hurmatli oyog'ingizni fikdan borsam bo'ladimi? $500 bersang oyog'imni o'ptiraman. Siz shedr edingiz-ku, unday-a? Shedri yedim, uka, qarz ko'p, nima qilay endi? Qizlaringiz yaxshimi, katta bo'lishyaptimi? Ha, bo'lyapti. O'zgarmaydigan xotin olishim kerak edi. Nima o'zgarmaymanmi? Siz 10 yildan ham shuni turaverasiz bir xil. Hali qo'g'irchoq turadi-ku. Maket, shuni turaverasiz. Xolodilnikda saqlanganda ham. Ha, taqirda ovqat yesangiz ham, nima qilsangiz ham semirmaysiz, ham turaverasiz. Qanaqa bu qobiliyat, nima, qayerdan bu? Siri bormi? Bilmayman, har kun berganimdan bo'lsa kerak. Bo'pti, davay aka, sog' bo'l, gaplashamiz yana. Mana aktamni 18 yoshli bolani menga nima gapi bor ekan tag'in. Nima deysan? Nima yosh bola ko'ryapding? Yosh bola 18 yoshlisan, basharingni aytib turibdi. Nima xohlaysan? Men bola o'g'risi, bola o'g'rilari qayerga qarayapti? Bu nima qilyapti meni efirimda? Gapir. Opashga qo'yib qilmay, soatingiz nechi pul? Mastana, soatingiz nechi pul? Ha, bo'pti, qara. Senga tekinga ham bo'ldi. 1 soatga masalan men sotib oladigan bo'lsang, qolgan 59 minutini nima qilasan? 1 minutini nima qilasan deng? 59 minut. 1 minutini nima qilishingni bilaman. 59 minutini nima qilasan? Sal savolni chappa berdingiz. Voy, yomon cho'zilar ekansan-da. Ukajonim. Savolni chappa berdingiz deyapman. Ukajonim, aylanib ketdi, bo'ldi. Bolajon kanali tugaganiga 2 soat bo'lyapti. O'zing, yo'q, sening bilan tenglaram bor. 18 yoshli qizlar bo'lsa, o'zingni tengingni topib gaplash. Ha? $1000. $1000. Wow! $1000 pulingiz bormi? Kechirasiz, men sizga yomon muomala qilib qo'yibman. 18 yoshli bo'lsangiz ham menga po'xo'y. $1000 bormi? Voy! Voy, блядь! Офигеть! Basharingga qo'tag'im, $1000 ko'timni ham artmayman tualetga kirganimda. Oningizga. Borsikdi, boshim og'rib turibdi o'zi. Sen ertagingni eshitaman deb. Basharing. Opashga. Bor, boshimni qotirma, menga yigit kerak. Nafas olsa bo'ldi, po'xo'chkilar. Nomeringlar yozinglar. Telefon qilaman, bilaychi. Faqat kamerani ochib, sizlardan oshno so'ramayapman. Kamerani ochsanglar, sizlarni men ham ko'rib turishim kerak-da. Kim bilan gaplashyapman, nima qilyapman, kim o'zi u. Da, yigit topish marosimi ham tugadi. Endi nima qilamiz qolganiga?